Men umuman tushunmayman, nimaga hamma Sasuke'ni sevadi. O'zicha seryozni bo'lgani uchunmi, do'stlarini o'ldirgani uchunmi yoki mehnat qilmasdan qo'lga kiritgan Sharinganlar uchunmi? Ko'pchilik odamlar birinchi darajalikdan ko'ra ikkinchi darajali qahramonlarni yoqtirishadi. Muammo yo'q. Chunki tulki gunohi Ban, Rock Lee, Katsuki va Inosuke'ga o'xshagan second hero'lar menga ham yoqadi. Lekin yosh bolaga o'xshab injiqlanadigan noshukur Aura Farmerda boshingizga urasizmi? Ishonavering, agar haqiqiy hayotda Sasuke'ga o'xshagan yigitingiz bo'lsa, u prosta sizdan nafs yo'lida foydalanib, tashlab ketardi. O'g'il bola do'stlarni esa aniq 5-6 ming dollar qarz olib kiydirib ketardi. Chunki animeda uni bir necha marotaba do'stlariga xiyonat qilishi va Sakura shunchaki uni yaxshi ko'rgani uchun tinchitmoqchi bo'lganini ko'rganmiz. Ammo shunda ham ko'zi ko'r qizlar va go'daklar gapirishdan to'xtamaydi. Sen Sasuke'chalik qiynalmagansan, uni butun oilasini qirib tashlashgan. Naruto nomiga Hokage bo'lgan. Aslida Kanogani zulman Hokage'si Sasuke himoya qiladi. Uni dramasi juda og'ir, shuning uchun xato qarorlar qabul qilgan. U realistik personaj. Xullas, bugun ayovsiz jang bo'ladi. Sasuke fan bazasiga qarshi super muxlis. Men nima uchun Sasuke'ni yomon ko'rishimni, uni psixopat va o'zi inson sifatida yaxshi emasligini isbotlab beraman. Agar 20 ming obunachi to'plasak, men Itachi haqida ham video chiqaraman. Shunday ekan, obuna bo'lib qo'ying. Agar siz Sasuke'ni iymonli, insofli, diyonatli odam deb hisoblaydigan bo'lsangiz, hozirroq kommentariyada yozib qoldiring. Chunki videoni ko'rgandan keyin undan hazar qilishni boshlaysiz. Biz boshladik. Sasuke'ga bo'lgan nafratim qayerdan boshlandi? Birinchi mavsumda Sasuke Narutoga hasad qilishni boshlayapti. Naruto Rasenganni o'rgandi. Hech kimga keraksiz yetim bola birdan kuchayishni boshlayapti. Ammo Sasuke doim boshqalarni undan o'zib ketishini ko'ra olmaydi. Naruto, men bilan jang qil, hoziroq. Naruto Rasenganni o'rganganda va uning kuchi Chidoridan ustunligini ko'rganida hasaddan portlab ketay deydi. Lanati. Naruto, qachon bunaqa kuchli bo'lishga ulgurding? Final jangida esa Narutoga uni o'ldirishga ruxsat berishni so'rab, o'ta chorasiz va yordamga muhtoj ahvolda yolvoradi. Biroq men asabimni buzgan narsa mayli, yana ham kuchliroq bo'lish uchun Orochimaru'ni oldiga ketayotgan ekan. Nimaga o'tmishim og'ir o'tgan, oilam qirilib ketgan deb zahrini sochadi. Bu go'dak hali ham dunyo men atrofimda aylanadi deb o'ylaydi. O'zi kuchlarining 70-80% yoki undan ham ko'proq qismini peshona terisi bilan qo'lga kiritmagan. Sharingan va Rinnegan kabi dojutsular umuman halol kuch deb bo'lmaydi. Qachonki Shinobi o'zi jutsular o'rgansa va bu uchun mehnat qilsa, o'shanda bu uning kuchi, mehnat natijasi bo'ladi. Sasuke'ning bor kuchi esa Sharingan va Rinneganlarida. Sasuke bu kuch uchun mehnat qilmagan, kallasini ishlatmagan, shunchaki omadi kelib uchiqa bo'lib tug'ilgan. Itachining ukasi ekanligi esa yana ham kattaroq omadi. Birinchidan tirik qolgan, ikkinchidan esa Menga Itachining ko'zlari kerak. Uni ko'zlarini menga tezroq o'tqaz. Itachining Mangyuku Sharinganlarini o'ziga joylashtirib, uni Amaterasusini va Mangyukuni abadiy ishlatishga ega bo'ladi. Rinneganni esa Hogoroma tekinga berib yubordi. Kuchini oshirish uchun qarg'ish muhrdan foydalangan esa, menimcha bu haqiqiy zaiflik desa bo'ladi. Xuddi pul uchun hamma narsaga tayyor fohisha kabi, kimdan qanday kuch olish mumkin bo'lsa, hammasini og'ziga olib ketaverdi. Naruto bilan solishtirganda, Naruto 9 dumli tufayli chakra nazoratda doimo qiynalgan. O'sha hayvonni jilovlash uchun o'lim bilan yuzma-yuz kelib, tinimsiz jang qilgan va mehnat qilgan. Senjutsuni ham uni miyasiga ochib quyib qo'yishgani yo'q. Qurbaqa ustozni qo'lida mashq qilib buni o'zi o'rgangan. Rasen shu ekan jutsusini yaratish uchun esa minglab klonlar yaratib mashq qildi va 1000 karra ko'proq charchadi. Sasuke'ga esa hamma ko'z qobiliyatlari, dojutsulari xuddi Obitoga o'xshab mutlaqo mashqlarsiz avtomatik ravishda berilgan. Yuqoridagi zaif bolaning kuchayib ketishi Sasuke'ga yoqmaganiga o'xshash holat Kacchan va Deku bilan ham bo'ladi. Nimaga? Hamma narsaga qodir. Meni tanlashi kerak edi. Biroq bu vaziyatda Kacchan Dekuni kuchlariga hasad qilib, uni kuchayib ketayotganini ko'ra olmayotgani yo'q. U faqat sevimli qahramoni, hamma narsaga qodir, uni tanlamaganidan g'azabda. Hattoki animening oxirida Deku o'z qobiliyatlarini yo'qotganida, "Sen o'z orzularingni qurbon qildingmi?" deb u uchun ko'z yosh to'kadi. Lekin bizda bu erkatoyimiz faqat kibrlanish va o'zini ko'z-ko'z qilishdan boshqasiga o'tmaydi. Sasuke o'z mehnati bilan erishmagan kuchlarga ishonib, hammaga tahdid qiladi va og'ziga kelgan gapini gapiradi.
ozgina kuchayib olgach, Yamada va uning jamoasini agar jiddiy jang qilsam, ularni o'ldirib qo'yaman deb tahdid qiladi. Agar Naruto 9 dumni ushlab turmaganda, Orochimaru ham Sasuke ham tirik qolmasdi. Lekin bu yigitcha hattoki Orochimaru va Kabutoga ham past nazar bilan qaraydi. Ko'prik oldida bo'lgan jangda esa ustozi Kakashini past tabaqali shinobi Sharinganga munosib emas deb ataydi va uni o'ldirishga ishtiyoqi balandligini aytadi. Sizni o'ldirishga qo'lim qichib turibdi. Kakashining o'rnida bo'lganimda Sasuke uchun sarflagan umrim uchun yig'lab yuborardim. Chunki Kakashi Naruto va Sakuradan ham ko'ra ko'proq Sasuke'ni yaxshi ko'rardi va o'zi qo'lidan ushlab yozishni o'rgatmagan bo'lsa ham Chidoridan foydalanishni o'rgatgan. Agar aytayotgan ma'lumotlarimni xato deb hisoblasanglar, men fikr almashishga ochiqman. Sasuke'ni himoya qilish uchun gapinglarda, argumentinglarda videoni o'sha joyini time kod qilib belgilab, kommentariyada yozib qoldiringlar. Kelasi videolarda yoki savolingizga javob beraman yoki xato qilgan ekanman deb tan olaman. Tushungan bo'lsanglar, davom etamiz. Aslida esa Sasuke'ning bu kurtoyligini ssenaristlar himoya qilishadi. Aytmoqchimanki, har safar o'zini o'limga urganida uni jamoasi Karin, Suigetsu yoki Akatsuki qutqarib qoladi. Misol uchun, Killer Bee bilan jang. O'ziga ishonib, jamoasiga "Orqada turinglar, o'zim hal qilaman" deydi va Killer Bee uni soniyalar ichida hech qanaqa qiyinchiliksiz burdalab tashlaydi. Shu yerda ham Karin va jamoasi o'limdan asrab qoladi, uni davolaydi. 5Kage sammiti. Bu yerda u xuddi do'konda ota-onasiga injiqlik qilib yig'layotgan bolaga o'xshaydi. 5Kage sammitiga shunchaki zahrini sochish uchun keladi va urush boshlab yuboradi. 4-Raikage unga umuman shafqat qilmaydi. Yuziga tarsaga tushirgandek uradi. Raikage o'z qo'lini yo'qotishdan qat'iy nazar Sasuke'ning himoyasini Susanoni chilparchin qildi. Uni Gara qutqarib qoldi. Shunda chiroyli asalkani o'limini ko'rib yuragim qon bo'lsa ham, Keyin Mei 5-Mizukage uni deyarli o'ldiray deydi. Shu payt uni Zetsu qutqarib qoladi. Menga shaxsiy adovatim yo'q. Alvido. Atam uslubi zarrachalarga barchalash. Oxirida Onoki 3-Tsuchikage uni changga aylantirmoqchi bo'lganida, o'shanda ham Tobi kelib qutqarib qoladi. Danzo bilan jangni eslang. Ko'zlar jangi endi boshlanyapti. Butun bir qishloqni yo'q qilmoqchi bo'lgan Sasuke'ning yagona katta o'ljasi o'zini to'liq kuchi bilan jang qilmayotgan, Tobi bilan jang uchun kuchini tejayotgan 73 yoshli chol Danzo bo'ldi. Va shu chol bilan jangda ham Karin unga tirik qalqon va apteka vazifasini bajarib berdi. Bu epizodni shunchaki o'tkazib yubormang. Karin Sasuke'ga sodiq edi. Hattoki bu uchun Orochimaruga ham xiyonat qildi. Yuqoridagi aytganimdek, Killer Bee va 5Kage sammitida "Meni tishla!" unga o'z hayotiy energiyasini berib, sog'lig'ini tiklab berdi. Ammo Sasuke bir soniya ham o'ylab o'tirmasdan Karinning ko'ziga qarab, uni yuragiga Chidori urdi. Sasuke, qutqar! Qimirlama. Karin. Sasuke, sen mendan foydalanding. Garovga olishga yo'l qo'yib bergach, xalal berishni boshlading. Ammo bu hali hammasi emas. Voqea joyiga Kakashi va Sakura yetib kelganida, Sasuke hech qanday dunyoni taqdirini hal qiladigan sabablarsiz shunchaki Sakurani o'ldirmoqchi bo'ladi. Uni o'ldirmoqchi edi. Bu nima degani? Sasuke. Bir daqiqa oldin esa Sakura Sasuke'ni o'ldira olmayman deb ko'z yosh to'kayotgandi. Tushunyapsizmi? Sakura Sasuke'ga sodiqligini yana bir bor isbotladi. Biroq Sasuke bunga qarab o'tirmasdan maqsadsiz unga hujum qildi. Sasuke uchun do'stlari prosto qo'lidagi qurol foydalanadi va tashlab yuboradi. Sasuke fanlarning aytishi bo'yicha Sasuke realistik personaj, u travmalar sabab xato qarorlar qabul qilgan. Naruto, Hashirama, Rock Lee, Kakashi bularda hammasida travmalar bor, ammo ular travmalarga yengilmagan. Rock Lee uni qanchalik omadsiz ekanligi esingizdami? U umuman genjutsu, ninjutsu ishlata olmagan. Hatto o'z chakrasini ham umuman boshqara olmaydi. Lekin umuman taslim ham bo'lmagan va irodasi kuchi bilan eng kuchlilar qatorida turishga harakat qildi. U o'z travmasini yengib o'tdi. Sasuke shunday sutak bo'lgani uchun o'ldiraman, qasos olaman deb yugurib yurgan. Siz haqingizda bitta fakt aytaman.
siz Telegram ishlatasiz. Chunki Telegram O'zbekistondagi eng ko'p odam foydalanadigan ijtimoiy tarmoq va Telegramda Telegram Premium funksiyasi bor. Bu funksiyani olish uchun siz James Fire servisiga murojaat qilishingiz mumkin. Xohlasangiz sovg'a ko'rinishida, xohlasangiz akkauntingizga kirib olib berishadi. Barcha narxlar bozordagi hamma bilan raqobatlasha oladi. Nafaqat Telegram Premium, hattoki Telegram uchun Stars olib berishlari yoki o'yinlarga donat qilib berishlari ham mumkin. Xullas, James Fire eng ideal servis. Undan tashqari bizning kontentlarimiz chiqishini ham qo'llab-quvvatlayaptilar. Buning uchun alohida respekt. Shuning uchun sizlardan so'rab qolaman, kommentariyada James Fire'ga ham rahmat aytib ketamiz. Endi o'ylab ko'ring, qishlog'i uchun oilasini o'z qo'li bilan qirib tashlagan Itachi ko'proq azob chekkanmi yoki shu qirg'inni ko'rgan Sasuke'mi? Itachi qahri qattiq bo'lgani uchun qiynalmagan deb o'ylaysizmi? Dastlabki qismlarda men ham shunaqa deb o'ylaganman, lekin keyinchalik otasini boshini olayotganida qanchalik azob chekkanini ko'rganman. Va'da beraman. Bizning qarashlarimiz farq qilsa-da, baribir sen bilan faxrlanaman. Sasuke'chi shunchaki genjutsu ichida bularni ko'rdi va Itachi nima uchun bunday qilganini chuqurroq o'ylab ham ko'rmadi. Sasuke'ni eng asabga teguvchi tomoni uning mutlaqo mantiqsiz, tupoy ekanligi. Butun seriya davomida uning bitta maqsadi bo'lmagan. Avval akasini o'ldirmoqchi bo'ldi. O'ldirdi. Keyin akasi aslida yaxshi odam bo'lganini, Konoha qishlog'i va aynan Sasuke'ning hayoti uchun butun klanni qurbon qilganini bildi. Xo'sh, normal, aqlli odam nima qiladi? Qaysidir ma'noda akasini vasiyatiga amal qiladi. U himoya qilgan qishloqni asraydi, to'g'rimi? Lekin bu mantiqsiz ahmoq nima dedi? Akam shu qishloq uchun hayotini bergan bo'lsa, demak qishloq aybdor. Men butun Konohani yer bilan bitta qilaman, dedi. Bu Itachining xotirasiga eng katta xiyonat-ku. Birdan fikri o'zgarib, Men Hokage bo'laman. Peshkanga uxlayotgan paytda ularni yo'q qilaman. uni miyasiga eshak yaxshilab so'kkan shekilli. Mantiq degan narsa umuman qolmagan. Buni tushunishingiz uchun real hayotiy misol keltiraman. Tasavvur qiling, bir aka bor. U yemay ichmay, tunu kun qiyinchilikda ishlab, ukasi 18 ga kirganda u uchun tayyor uy sotib oldi va o'qishiga ham pul yig'di. Shuncha yil ukasi akasini qurimsoq deb o'ylab, yomon ko'rib yurgan bo'ladi. Lekin haqiqatni bilgach, u nima qiladi? Akam shu uy va o'qish uchun shuncha qiynalibdimi? Agar shu uy bo'lmaganda akam ter to'kmasdi. Deydida o'sha uyni ham, pullarni ham yoqib yuboradi. Mana sizga Sasuke'ning logikasi. Haqiqiy hayotda bunaqa odamni salkam prezident qilishmaydi. Uni to'g'ri jinnixonaga olib borib tiqishadi. Qizlar va ba'zi yigitchalar nima uchun uni sevadi? Men umuman tushunmaganman. Uni nimasiga qiziqishadi va nimasini yoqtirishadi? Chunki u ularni kamsitadi, kalta fahm deydi. Sakurani bir necha marta o'ldirmoqchi bo'ladi. Ularga shunday kamsitilish va psixopatlar yoqadi shekilli. O'zi Sakurani axlat ekanligi haqidagi gapni faqat men aytmaganman. Buni butun internet biladi. Chunki doim u haqorat qilib zaifligini uqtirgan, Sasuke'ni ketiga osilib olgan. Sakura Sasuke'ni chin tilda sevgan, hattoki Sasuke ham keyinchalik uni sevgisini tushunib oila qurgan. Hozirlarda bitta bolasi ham bor. Sasuke hech qachon Sakurani sevmagan. Final jangidan keyin majburlikdan Sakuraga uylandi. Sevgani uchunmi? Yo'q. O'zining qilgan iflosliklarini, gunohlarini yuvish uchun majburiyatdan uylandi. Sakura bilan yashashni xohlamagani uchun qishloqdan ketdi va bolasini ko'rish uchun ham kelmadi. Agar rostdan sevganida Konohada qolardi. U maxfiy topshiriqlarda edi, Konohani tashqaridan himoya qildi, deb uning ketib qolganini oqlashinglar mumkin. Ey ahmoqlar, ko'zinglarni ochinglar. Minato 3-jahon shinobilar urushi paytida ham Hokage bo'lgan va teleportatsiya qilib, istalgan paytida oilasini oldiga kelib, kechqurun ular bilan birga uxlagan. Agar Sasuke'ning aqli yetmasa, teleportatsiya kuchini o'rganishi ham shart emas. Chunki unda xohlagan joyga teleportatsiya devorini ocha oladigan Rinnegan bor. U kunduzi dunyoni nargi chekkasida eng maxfiy topshirig'ini bajarib, kechasi bemalol teleportatsiya bo'lib, o'zini uyiga, xotini va qizi Saradani oldiga issiqqina oshni ishga kelishi mumkin edi. Qizi otasi kimligini ham bilmaydi. Sasuke Lokiga o'xshab multi olamlarni ushlab o'tirgani yo'q-ku. Qanaqa missiya bo'lsa ham kelishi mumkin edi. Lekin bu noshukur buni istamagan. U oilasidan qochdi. Barcha qilgan yomonliklari, ahmoqliklari uchun qishloq aholisini ko'ziga qaray olmadi va gunohlarni yuvish uchun ham chet elga ketdi. Natijada o'z qizini yuzini ham tanimagan eng rasvo otaga aylandi. Demak, Sasuke yomon uka, yomon do'st, yomon fuqaro, yomon soliq to'lovchi va yomon ota. Xo'sh, men shuncha gapirdim, endi navbat sizda. Sasuke'ni himoya qilish uchun biror gap ayta olasizmi yoki qo'shilib uni yomonlamoqchimisizlar? Kommentariyada ko'rishamiz. Aytgancha, yuqorida aytganimdek, kanalimizda donat tizimi yo'lga qo'yilgan va endilikda har bitta donat yuborgan odamning so'zlari, dil izhorlari yoki savollarini videoning ichida e'lon qilib boraman. Shuning uchun biodagi havola orqali o'tib, kanalga donat qilishingiz mumkin.
Bu kanalimizning rivojlanishi uchun juda katta hissa qo'shadi. Aytgancha, eng muhim joyi. Qizlar, o'zingizlarga Saskidan boshqa yaxshiroq yigit topinglar. Misol uchun, men